이거 많이 와? 어? 아까 300명 아니, 더 나오나? 맞나? 아따리 거 거기 왔습니다. Kamera yaqinroq ovoz eshitiladigan qilib olinglar bo'lmadi. Bittalar tashqarilardan, o orqalardan olinglar. O bir chekkadan bunday qilib olib kelinglar. Hamma odam. Men yakkam o'tinglar böyle. Mana gapiradiman. Nima? Aka. Orqani ham olinglar aka. Sizni kompyuteringizdan o birinchi ashab oling. Gapirib turing. Gapiraveradi aka. iPhone'ga. Shu yerdagi bari o'zbek millatdoshlarimizning akalarimiz, ukalarimiz shu O'shda bo'layotgan, O'sh shahrida bo'layotgan voqealarni eshitib, hozir hammani yuragi taka-puka, hamma o'ylayapti, hamma mana telefonlashdik, odamlar o'lyapti, yosh bolalar qirilyapti, orqadan kelib otyapti deyapti. Voyennilar yordam beryapti deb eshityapmiz, lekin o'sha voyennilar o'zlari avtomat tarqatyapti deyapti biz akalarimiz, ukalarimiz. Norasida go'daylar ayollarni bekardan zo'rlab bekardan shu go'daylarni o'ldirish bo'lyapti ekan. Mana bari shu yerda akalarimiz orasida bir akasi o'lganlar bor, ukasi o'lganlar bor. Barimiz shu bari o'zbeklar hozir chet o'lkada, Koreyada, Rossiyada bu zamon notinchligidan, zamonda bir bizni yurtimizda bir ish yo'qligidan kelgan akalarimiz, ukalarimiz bir havas qilib yo Koreyani ko'rish uchun kelgan birodarlar emas bular hammasi. Biz shu shuncha bir akalarimiz nomidan, ayollarning nomidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov Abdug'aniyevdan bir so'ranib o'tamanki, shu bizning xalqimizga, onalarimizga, chinalarimizga yordam bersin bize. Bu yerdagi hamma akalarim, ukalarim telefonni, uydagilar
хочу обратиться в республику, вот, Россию, чтобы они пришли в город свой войску, чтобы остановить эту войну. Там пострадают наши узбеки, наши вот детей, малыши там погибают сейчас. Каждый день вот созвонимся, они говорят, что военные пришли, они сами вот раздают автоматы, да? И потом убивают, потом зажигают дома. Они сейчас трупы, даже зажгли трупы. У нас сердце не терпится на такую оскорбленную. Помогите. Hozir mana biz ichkariga kirib Qirg'iziston posoli bilan uchrashdik. Bizim hammamizni mana Azizxon. Mana Azizxon bilan o'zbek tilida chiroyli tushuntirib, mana shu informatsiya hammasi internetlarda hamma sredstva massiv informatsiyaga tarqatamiz. Bizni zavileniyamiz. Biz hozir kirib Qirg'iziston provinsiyasidagi mana shu konsulxonamizga qattiq talablarni qo'ydik. Tezda Qirg'izistonda janubida bo'layotgan to'polonlarni srochno to'xtatsin. Provinsiya shunga qattiq choralarni ko'rish kerak. O'shda Jallovodda bo'lgan voqealarda hamma mana uydagilar bilan telefonlashib turib, bilib turibdi. Nima bo'lyapti, nima qo'yapti, hammasi xabardormiz. Svet ma'rifi informatsiyalar hamma narsalarni noto'g'ri beryapti. Noto'g'ri berishni odam son jihatidan hamma ayblarni o'zbek millatiga yo'ntarib qo'yapti. Aslini olganda o'lganlarning soni nihoyatda ko'p, jabrlanganlarning soni nihoyatda ko'p, uylar yonyapti, vayron bo'lyapti. Biz butun dunyodagi bizni ko'rib turgan adolatparvar organizatsiyalarga bizni Qirg'izistondagi o'zbeklarga yordam berishini so'raysizlar. Bu yerdagi shu hamma akalarimiz, musofir yurtda Koreyadan kelgan bari o'zbek birodarlarimiz uyidagi ahvollarni eshitib, go'daylarimizning ahvoli, bolalarimiz ahvoli deb chiqishdi. Ayollar ham, o'tiylar ayollar ham. O'rtoqlar, vaqtimiz